mayli o'zini asosini topmasa ham, o'tmasa ham, boshqa qilmasa ham PSG deyishyapti-da. PSG endi Fransiyadagi eng yaxshi futbolchilarni oladi. PSG yaxshi edi. Italiya seriyasi deganda ham men uncha hayron bo'lmasam, nima bo'libdi Italiya, Fransiyada ham pastda o'ynab turibdi. Chempionlar ligasiga chiqib kirib yuradigan jamoa. Bitta xabar o'qidim. Real Markani jurnalisti yozgan. Agar degan bu o'zbek bo'lmaganda futbol yurtmas deb hisoblashadi endi O'zbekiston to'g'risida Yevropa. O'sha tanilmagan yurtdan bo'lmaganda hozir Real bu bolaga qiziqmasligi g'alati deb tanqid qilib yozgan. Marka nashri yozyapti. Ha, o'sha jurnalist yozgan, kolumkasida yozgan. U asoslab bergan. Hozir muammoing tiqilib yotdi-ku. Ol mana ko'rinib turibdi yosh. Faqat bunga 100 kerak falon davlatda fuqarosi bo'lish kerak boshqa deb turib tanqid qilgan.